Real Studio taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, Real Studiyasining aziz obunachilari. Bugun yana bir tabrik loyihasiga tashrif buyurdik. Bugungi tavallud kuni bilan Sarsenboy og'amizni 55 yoshi munosabati bilan chin yuragimizdan muborakbod qilamiz. Real Studiyasi nomidan qolaversa, turmush o'rtog'i Ra'no opamizga ham uzoq umr tilaymiz. Sarsenboy og'amizni opasi va singillari, ukalari, qizlari nomidan ajoyib sovg'alarni yetkazib qo'yishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib borishda davom eting. Sarsenboy og'a umringiz uzoq bo'lsin deymiz. Salomat bo'ling, farzandlaringiz baxtiga, nabiralaringiz baxtiga hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Real Studiyasini kuzatishda davom eting. Biz siz bilan salomat bo'ling. Qolaversa yana bugun Iroda singlimizni ham, Sarsenboy og'amizni, Ra'no opamizni qizlari, Iroda singlimizni ham tavallud kuni ekan. Irodaxonga ham uzoq umr, sihat, salomatlik, oilaviy tinchlik, baxt tilaymiz. Umr yoshi uzoq bo'lsin deymiz. Qani endi sovg'alarni o'z egasiga topshirishga yo'l olamiz, ketdik. Allah'dan keyingi şeberim, janaki jan yüreğim. Samgasam güç kuvvet demegim, sürünsem teregim. Kaldırmaz ayazga, ızgarga, alıbım mazgar tavım. Sağlarını kabul kılarız, tebrik ederiz. Mana şu sovg'alarni oyoqlarınız, singillarınız, qizlaringizning nomidan qabul qiling. Umr yoshlaringiz uzoq bo'lsin. Safingizga hech qachon kamaymasin akalar. Tabrikimiz hamisha yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, dakadayı. Ega. Tabrikimiz. Sarsenboy og'a, yangam bilan qo'sha qaring. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Endi shirinlik tortlarni yedirib qo'yamiz qizlari. Shirinlik tortlarni yediramiz musiqalar bilan, chiroyli musiqalar bilan. Qani ketsin. Ana qamiz bor.
Sizlarga sağ olun, sizin baxtınızga dostlarınız, aka-ukalarınız, opa-singillarınız, farzandlaringiz sağ olsun. Endi Xudo xolasa bu yerda ozroq o'yin birga qilamiz. Undan keyin fotosessiya qilamiz. Tashqariga chiqamiz, bu yerda ayvonda o'ynaymiz Xudo xolasa. Rahmat akalar, e'tibor uchun hozir esdalikka rasm qo'shamiz hammamiz Xudo xolasa. Hov. Tabriklarasizlarmi? Mayli. Yaxshi. Mening akem eng yaxshi adam. Mening akem eng yaxshi adam. Qasiyet kiyimning shingina arnadım alg'ız taqzim. Еш мектеп жете алмас қонына ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғаным. Жетеді мен үшін жан әке сөзді. Qadrli Sarsimbayning eng qadrdan qator qurbi qurdoshlar, do'st yaralari, Xudo-Xudog'aylar bugun Sarsimbay bilan Araxonning shaharlarida eng bir quvongan kuni. Sarsimbay tug'ilgan kuni, yubiley bo'ldi. Sarsimbay yubiley qutlu bo'lib qo'shsin. O'yinlar uzoq bo'ldi. Eski narsalar qo'lg'ay. Gözlegilerim aman bo'lg'ay. Bu zamana senin şunday en yakın bir kevil yakın qatar qurul dostlarım bilen basın şunday yaxşı kunlardan çıkmasın. Şu sizin şanlarınızda keser yaxşı kunlar toy tamaşalar kilebilir. Sarsimbay tuğan gününde Nöbet'e uzak olsun. Babasına evde oynayıp koyuyorken Naim gözlerine Matav gözlerine kaydetti. Sarsimbay jora, tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Umring uzoq bo'lsin. Alloh qo'sha qatdan shu bolalarini uylantirgan, qizlarni chiqargan to'ylarni da vaqlab o'tiraverik. Hamisha shu bilan ochiqda sirg'aning ochiq bo'lsin. Do'stligimiz abadiy bo'lsin jora. Tabriklaymiz yana bir marta. Amin. Sarsimbay jora, tug'ilgan kun qutlug' bo'lsin jora. Xudoning bergan yoshni yashab, bola chaqang yerda umr ko'rgaysan jora. Saçko tebrikimiz. Vakti bu. Şunlar analarında ten katıp şu vallahi buna kızdığını koyup şu tüylendirmek nasip ediyorsun. Saçko jora tabriklaymiz. Umring uzoq bo'lsin. Bolalarning, qizlarning Qudam shularda aql cho'liqlar, yo'liqlar suyib o'tirgan. Ne deb desak, eng yaxshi kunlar tug'iladi kerak. Tabriklaymiz. Umring uzoq bo'lsin. Saçko tabriklaymiz. Umring uzoq bo'lsin. Anam bilan ten qartayishib, bolalarni uylantirganda da shunga o'tirmak nasib etsin. Sarsimbay tuğanın kutluğuna olsun, yüzge çıkarsan kulağımı. Yalanın kiyine kartaş, yetem, ahtı, çavlıq, yavlıq suyup oturmak nasip etti. Yaman günün olmasın, hem o tuğan gün yaxşı gün etkimek nasip etti. Mansur dayı, yanaramdan birinci. Şu yakta, birinci. Saçko tabriklaymiz tug'ilgan kun bilan. Umring uzoq bo'lsin. Şu aql cho'liqlar qizg'in bo'lgan. Alloh yaxshi quvonchli kunlarga kelib. Saçko jora tabriklaymiz tug'ilgan kuningdan 100 yoshga chiqqandan bilan ten qartash, bolalarning qizig'ini ko'rib. Endi kel tug'ilgan kuni Xudo xolasa keyin to'y bilan birga o'tirganmiz. Saçko jora tabriklaymiz tug'ilgan kuni bilan. Beraberden ten qartash, bolalarning qizlarini ko'rib yurganlar. Hemşe yaxshi kun to'ylarini kerak. Tug'ilgan kunlarga. Rahmat bo'lsin. Tabriklayman, umring uzoq bo'lsin. Ana bilan keyin qartash, bolalarni uylantirib, baxtli chiqib, ko'rmak nasib etsin. Hamisha yaxshi kunlarda o'tirmak nasib etsin. Sarsimbay tabriklayman tug'ilgan kuningizga. Naim minib yashang. Yuzga kiring.
Hey, bacağı bin bacağı. Ağaylar mene hemmenin yaxşı olsun hatta. Baca olsun, saç olsun. Saç koy der. Kudayım ömrü uzak olsun. Ranam menen ömrü var. Yüzge çıkkanca birge otursun. Mena kızlarından aktık gördü. Kudayım ballarından üylentirip atkanday. Endeki gelin toyundan şimdi deyip hemmemiz dövrede birge otursun. Hemmemiz kendine nasip etsin. Hemen onda şimdi kuanç olsun, toy olsun. Ömrü uzak olsun. Koşkarımının kocamatın baklı olsun. Kork ha! Kalimden kelgan bizim dayılar var. Kalimden kelgan dayılar söyleydi. Bakma. Evet. Var söyle bakalım. Kanat adamdan yaşlıları olsun. Kanat uğanlık dolar versin. Ölümümüz uzak olsun. Bırakla tezahaz kendi adam tuba tutmak lazım versin. Yani sonra hemen zihninde yaşlılar toylar olsun. Sersenbay, hem bacımsın hem ennemsen. Ben seni tebrikliyim. Şu casınını. Buna kaynapamını tengde kartayıp, tengde uyuşup, miniki ballarım da uyuşup geçsin. İlahim şu kaçan kesek toyga gelip. İlahim şu dasturxon to'rtmishi bir yerga kelmasin. İlahim şu yaxshi kunlarda o'tirishpak nasib etsin. Endi burada hazır Dilmurat degan bizning birat bor. Dilmurat. Ana shu birat to'sa aytadi. Kuyov bolasi mana. Izinden ayapalarimiz turibdi izinden. Ondan keyin Mahmud akama beramiz to'sa. Dilmurat aka marhamat. Diktoran bo'lib ketaveramiz biz. Qanaqa? Tug'an kun bilan tabriklaymiz. Xudoyim qizlaringizni, o'g'llaringizni, qiziqlarini ko'rib. Ammo siz bizga nima deymiz? Dasturxonimiz to'kin sachin bo'lib, ne deb kelsak, yaxshi kuningizga tabriklab kelib, yaxshi kunda qatnashib o'tiring. Amin. Rahmat. Men qaşımda turib men. Yaxshi ki. Mana bugün Sersenbay'dan tug'ilgan kun ekan. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman Sersenbay. 80, 90 yüzlerge kirgaysan Xudoyim. Mana balalaring, qizlaring, qiziqlarini ko'rib, mana singlim bilan teng qartaygasan Xudoyim. Yaxshi bo'lib, xataringdan kam bo'lmay, hamma vaqt Xudoyim 80ga chiqqan vaqtlarda da kelib o'tirma. 90ga chiqqan vaqtlarda da şu quvonishib kelib o'tirmoq nasib etsin. Xudoyim sog'ib biror. Mana og'ayn tug'anlar, mana jo'rayar do'stlaring hamma vaqt shunday yaxshi kunlaringga kelgay to'ylaringga. Bizlar ham Xudoyim shunday yaxshi kunlarga kelaverik. Umring uzoq bo'lsin. Rahmat. Ayapalar singillari marhamat. Assalomu alaykum. Davra qatnashchilari hammangizga tug'ilgan kunlar qutlug' bo'lsin. Xudoyim Rana bilan teng qorin nasib etsin. Sizni uzatib aqtib ko'rdim. Xudoyim uldan uylantirib aqtib, chog'liq ko'rib, teng qartaga yashag'aysan. Atamizga sog' o'tirg'aysan. Atamizning o'rnida atamizsan, Xudoyim umring uzoq bo'lsin. Sening shu ningda atamizga tutib atamız deb yurmak bizlarga nasib etsin. Yaxshi kunlarda Xudoyim kelib o'tirg'aymiz hammamiz. Xudoyim shunday yaxshi kunlarda ko'pini ko'rgaysan. Umring uzoq bo'lg'ay Xudoyim. Amin. Ramadan teng qartay Xudoyim yaxshi kunlarda hamma birga yurgaymiz. Nima kerak bo'lsa tilagini yetkazsam. Sesma tug'an kuningiz qutlug' bo'lsin. Umr yashingiz uzoq bo'lsin. Jengam bilan shu musibatga o'tkazlaringizning rohatini ko'rib yurib nasib etgan. Ikki bolamizni uylantirib, sularni aqtib, chog'liq, yovliq ko'rib nasib etgan. Hamma desak yaxshi kunga kelganmiz, hammamizning uyida yaxshi kunlar bo'lsin. Bana,
olsun. Kudayım ömür yaşam uzak olsun. Cengiz Kudayım iki balam ilantirip aktı çoluk kurgeç. Amin amin. Baş mı bir Baş mı bir Kudayım bize Hammanın aytgan tilaklari ijobat bo'lgay qo'yayım. Bu yoqda yana kimlar bor? Mana yengamiz bor. Yengamiz Mahmud akamdan keyin so'raydi. Tamam, qattiq qoldi bu. Alo. Qattiq qoldi? Bilmiyorum. Var edi. Oldi, ha? Qoldi. Mahmud aka. Mahmud aka eshitib turibsizmi? Qani so'ylavering, mikrofon tutdim. Tilaklaringizni aytavering, eshitib turibman. Ağamam var. Telefonu versin, Cingam telefonu koysun. Şu yaxşı. Cingeme. Söylep turamiz. Qo'shing bor. Shuni yaxshi. Siz tilak aytib turasiz. Ata Cinge, doğan kısmet tabriklayman. Ömrünüz uzak bo'lay, Kudayım. Balanızdan bilentirip aktif ko'rgaysiz Kudayım. Mahmuddan ağam, Satti, hammasini atından tabriklayman. Uzak ömür ko'rgaysiz ata. Aktiflarınız endi sağ bo'lun, qizlarinizning eldinde. Rahmat, tilaklar javob bo'lsin. Endi hozir WhatsAppdan chiqib turibmiz. Mana eshitmay turibdi, hozir aniqdan netsa qo'shaveramizda. Ko'tarmaydi. Keldi bular. Ayapolar bormi yana? Ag'aylar bormi? Bizde tuğan günün kutlu olsun, ömrünüz uzak olsun. Ayakon bilen teng qartayıp, ulu kızlarımızın kızıklarını tengdey görün. Amin. Şükür. Kullanmalarınız kutlu olsun. Rahmat. Ömür yaşamınız uzak olsun. Amin. Cengiz Katayip şu şahsat şehzatların toylarına da çiğde oturmak nasip etsin Allah Allah. Amin. Aradan aşağıya koyun kullan kılı bilen. Kızaklar da var idi. Yaxshi, rahmat. Endi o'yin kulgi qilamiz. Qag'amni Real studiyadan ko'rasizlar. Assalomu alaykum hammaga. Shu Izzat tuğan kunlari bilan tabriklayman. Seslardan keyin qatar o'quvchilarimizning rohatini ko'raman. Shu do'stlarimizning ham mezunda shunda dasturxonlar ochiq bo'lsin. Hemizde şunda oyun kulgida oturalım. Ömer yaşlı şu şahsatın şehzatın şu toylarından birge oturup inşallah elmege destekleyelim. Ömer'inizke Ömer koşa olsun Allah'ım. Ne bileyim seni orada tebrikliyiz. Bizde tuğan gününüz kutlu olsun, jasınızga jas qo'shilsin. Ajipam bilan teng qartayib, aqtiq, sog'lik ko'ruv nasib etsin. Shu dunyoda eng yaxshiliklarni men sizga tilayman. Amin. Shoshkangizda tabriklayman, 100 yoshlarga kirgaysiz. Rahmat. Endi xudo xolasa o'yin kulgilarimiz davom etadi. Bu yoqda o'yin kulgi qilamiz. Akalar bezovta qilgan bo'lsa uzr.
Sersen bayağım alıp çıkın. Sersen bayağım kameraga düşsün, oynasın markamat. Alıp çıkın. Konsertlerin namından bir koşu ayıp verecek. Manda çırayla koş. Sersen bayağı davrege markamat. Oyun külgülerimiz devam edelim. Ağamız çıksın markamat kettik koşuklarımız. Her vaktin kettik oynap göremiz. Benden sızlığı yaş göremem ve gene şuna ayıp veremiz. Konsertlerin namından. Yaşlı
bir tuzak balası, kara kalpak bir unik karası. Benimki bir tuzak balası, kara kalpak bir unik karası. Gelir bu ötken kırkacak, bana vayıp buralar ay balası. Gelir bu ötken kırkacak, bana vayıp buralar ay balası. Endi bir lazgiga o'yinimiz ketdi. Sarayın roman başında, gencinlerin taşında. Sarayın roman başında, gencinlerin taşında. Özün içe yaşında, şu kız içe yaşında. Tayfu aran başında, Tayfu aran başında. Su geledi başından, değirmanı başından. Su geledi başından, değirmanı başından. Erkelerin oynasın, arkaların oynasın. Gözlerinin yaşından, gözlerinin yaşından. Bir kuş bahar ağzında, orakallar, yayran bayram toymazında, orakallar. Yüreğime yer almadı, orakallar. Çizen güne aramadı, orakallar. Alaçtek rakallar, işte rakallar. Alaçtek rakallar, işte rakallar. Mana shu Sarsanboy ağamızdan sirdosh do'stlar uchun yana ramlatib beramiz. Izinli ayapalarimiz uchun Aqto'da bo'ladi. Marhamat, sirdoshlar uchun hozir yana ramlat. Zakazlar bo'yicha. Rashtakamiz uchun, rashtakamiz uchun qani ketdik.
Aqto'dagi do'stlar uchun marhamat, davom etamiz. Aqto'da. Ayaqlarimizni hurmat uchun. Singillar uchun marhamat, sayqalayapmiz singillar uchun. Aslan. Sakizda bo'yicha hashtagimiz uchun Jo'rolar degan qo'shiq bo'ladi. Marhamat. Jonim Jo'rolar. Harakat.